Yagona identifikatsiya tizimida ro'yxatdan o'tish tartibi. Asosiy sahifadan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, jarayonni boshlang. Taqdim etilgan foydalanuvchi kelishuvni diqqat bilan ko'rib chiqing. So'ngra tanishganingizni tasdiqlang. Hozir siz bilan standart usulda ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Bunda shaxsni tasdiqlash uchun jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, pasport seriyasi va raqami hamda telefon raqami yoziladi. Shu o'rinda muhim eslatma. Telefon raqam o'z nomingizga rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Aks holda ro'yxatdan o'tishda xatolik yuzaga kelishi mumkin. Shu kabi holatlarda esa aloqa operatoringizga murojaat qiling. SMS yuborish tugmasini bosish orqali telefoningizga SMS yuboriladi. Ushbu belgilangan kaltakka kiritib, ro'yxatdan o'tishni yakunlang. Endi telefoningizga yuborilgan login parolni belgilangan kaltakka yozing va tizimga kiring. Istasangiz, login va parolni o'zingiz uchun qulay va ishonchlisiga o'zgartirib oling. Buning uchun sozlamalarga o'tib, login parol bo'limiga kiring. Dastlab yangi loginni kiriting va o'zgartirish tugmasini bosing. Keyin joriy parolni yozing. O'zgartirish tugmasini bosishingiz bilan login o'zgaradi. Endi parolni o'zgartirishga o'ting. Avval SMS orqali kirgan joriy parolni yozing. Keyin yangi parol o'ylab kiriting. Uni yana qaytadan yozib, o'zgartirish tugmasini bosing. Shu o'rinda eslatma. Yangi login va parol uzunligi kamida 8 ta katta kichik harflar, raqamlar va maxsus belgilardan iborat bo'lishi shart. Tabriklaymiz. Ro'yxatdan o'tish, yangi login va parol yaratish muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi siz raqamli hukumat tizimlariga xavfsiz kirishingiz, davlat xizmatlaridan oson, tez va qulay foydalanishingiz mumkin.